Do'stlikdan boshlangan muhabbat 5-qism. İnsan ba'zida o'zining kimni yaxshi ko'rganligini yoki o'zini kimning yaxshi ko'rganligini, o'ziga kimning muhim ekanligini mangu bilamasligi mumkin. Bilsimi, g'ururi sababli yoki boshqa ishlar sababli e'tirof qilg'usi kelmaydi. Ba'zida o'zining yendiki, o'ziga nisbatan eng yaqin deb qaragan odamlarga eng sovuq muomala qiladi. Ko'nglidagi gaplarini deydi. Yana texi o'zining eng muhim deb qaragan ishlarini faqat uning bilan qiladi. Biroq yana uni yaxshi ko'rganligini faqatla e'tirof qilmaydi. Kunlar, oylar o'tib, uning bilan kulishgan, yig'lashgan, urushgan, qiydashgan, sirdashgan va yoki mo'lashgan damlarni o'ylaganida, uni haqiqiy yaxshi ko'rib qolganligini e'tirof qilganida, ko'ngillikini ifodalaydigan shundoq bir jur'atga kelganida u ko'z oldidan g'oyib bo'ladi. Biroqla yo'qolib ketadi. Hatto men seni yaxshi ko'raman deyishga fursat bo'lmaydi. Ba'zida o'zining qachon, qayerda, qaysi vaqtda uni shuncha yaxshi ko'rib qolganligini bilmay tang'irqaydi. Balkim bu taqdirning insonga bergan sinoqlarning biri bo'lsa kerak. Men Zohidani kunda o'ylaydigan bo'lib qolgan edim. 5 yillik oliy maktab hayotimdagi 5 yillik partadashim bo'lib kelgan bu qiz amaliyotda to'liq qaysar. Biroq ichki mijozi kuchli qiz edi. Yana bir haftadan keyin o'qish bitirish imtihoni bor edi. Lekin Zohida zali qanday bo'lib ketdi ekan? Mening sababimdan uning o'qishi bir yil kechiksa, men o'zimni qanday kechira olayman? Bugun sinfga chiqish menga faqat xo'sh yoqmadi. Zohida 5 yil bo'sh qo'yib qo'ymagan bu o'rinni menmi qurib qo'ysam bo'lmaydi. Biroq sinfga chiqib dars amdila boshlanishiga qo'lqimning yonida Zohidaning ovozi anglandi. Tehran, meni sevg'indingmi? Zohida? Nemishqa uncha o'nlik to'lib ketdim, o'zim bilmayman. Balalarning hammasi meni mazoq qilishib o'tibdi. Qandoqlarcha bundoq bo'ladi? Men aniqla Zohidaning ovozini anglagan tursam. Lekin u yechadi yo'q edi. Shunday qilib, men birdam top o'ynab, zehnimni chechish uchun maydonga chiqdim. Qo'limga to'pni elib, endi garga atay deb tursam, garning oldida Zohida menga qarab kulib turardi. Tehran, menga ata! Zohida? Balalarning hammasi menga qarab hayron qoldi. Arsidan beri. Tehran, savdo bo'lib qoldingmi yoki zerikib qoldingmi? Necha kundan beri Zohida deb yuriysan-ku? Men asta menib yotoqqa kirib, yana xiyol surishga boshladim. Menga zada nemish bo'ldi? Men nemishqa bundoq bo'lib qolaman? Bu zada nemish? Shularni o'ylab yotsam, Kamil yotoqqa kirib keldi. Tehran, bugun kech men Layliga talab qo'ymoqchi. Sen bu maydonga men bilan birga chiqa, bo'lamdi? Men Zohidaning Layliga qavatli amriq ekanligini bilatdim. Ham mush mezgillarda uning bilan sirdoshlardan bo'lib qolgan edi. Kamilmi ham yaqin do'stim tursa. Shunga uningga ortiq gap qilmayla faqat boshlig'ini aytdim. Shu topda Zohida bo'lgan bo'lsa qarshi turarmidi? Yoki umi xush bo'larmidi? Shunday qilib kechma kirdi. Maydonga yurak shakilli qip-qizil shamlar. Uning o'ttirsida Kamil turardi. Men Laylini aldab kelgan bo'ldim. Layli bu ko'rinishni ko'rib ko'zlariga issiq yosh oldi. Qip-qizil yenib turgan yurak shakilli shamlarning ichida Kamil bilan Layli turardi. Ular bir-biriga beklan mos kelgan edi. Layli, men sizni cho'qim baxtli qilaman. Endi do'stligimizga xotima beraylik. Meni qabul qiling, bo'lamdi? Kamil, bu sizning nima qilganingiz?
Mening hozir faqatla tayyorligim yo'q. Bu siz tuyuqsizla. Rahmat sizga Kamil. Bu 2 yosh shunday qilib shirin ham azobliq, tatliq muhabbat yo'liga qadam qo'ygan edi. Albatta, bizning do'stligimiz mangulik bo'ladi. Shunday qilib Leyli menga qarab: Tehran, sizmi bundoq tushkunlashib ketmang. Amaliyotda men Zohidaning uyini bilaman. Sizga deb beray. Zohida bo'lsa ranjish mumkin, biroq uning o'zim javobini beraman. Leyli shunday dedi. Balkim o mening bu majnunlarcha holimni ko'rib ichga qotib qolgandir. Men shunday qilib bari kuchim bilan Zohidaning uyi bor ko'chaga qarab yugurdim. Balkim borsam uningdan bir tastak tayoq yeyman. Yo'q, uni men ko'ralaydiganlar ish bo'lsa, bir emas, 10, 100 yoki uningdan ko'p tastak yesam mayli emasmi? Men uningga Zohida, seni sevgindim davasamı hesap emasmi? Bir ay bo'lay dedi. Uning xabari faqatla bo'lmadi. Bu bir ay qancha tasda o'tdi ya? Asli bu maktabning huzuri uning bilan qirishish, gap talashishda emasmi? Shu xayollar bilan men Leyli deb bergan adresdagi uyga keldimda, qattiq hayajon bilan eshikni urdim. Biroq uy ichidan 40 necha yoshlarda bir opash chiqdi. Men onunla qarab nima deyishini bilmay turganimda, u menga qarab: Sizmi mening qizimning savoqdashimi? U hozir doktorxonada. Siz uni shu yerga izlab bering. Hey, sizlarmi nimishqa kelaversizlar? Umi yo bir qiz bola bo'lgandan keyin qizlar bilan do'st bo'lib o'tmaydi ekan deyman. İzlab kelganning hammasi o'g'illar. Shunlashqimi uning bu kasalga giribdor bo'lgani haq zodi. Uning sizlarni faqatli ko'ygisi yo'q. Biroq mendan nima amal bor deysiz? Dadasi uningga qaravotdi. Men uyda singlisiga qaravotdiman. Shunsiz uni doktorxonadan izla. Aras, uningga ilhom, madad berib qo'yishni unutib qolmang, ha? Yotoq nomeri 5932 nomerlik yotoq. Meni bir eg'izmi gap qilishimga fursat bermagan bu apashning degan gaplari meni bekla hayron qoldirgan edi. Zohidani mendan boshqa yana kim izlab kelgan bo'g'iydi? Yoki Zohida u yo'q, bu mumkin emas. U qizga bizning maktabdan mendan boshqa gap qilishga jur'at qilolug'dek birasini men texi uchratmadim. Lekin u apash degan o'g'illar zodi kimlar? Kamilmi? Yo'q. Kamil o'lsimi, menga xaylik qilmaydi. Kamil bo'lishi mumkin emas. Ya bo'lmasa, Salman degan laqvami o ya? Bu bir necha haftada u sirtqa to'liq qaltiraydigan. Yang loyiq topganligidan xush bo'lib, bizga tunishtirib qo'ymoqchimi bo'lgan edi. Ajiba u topgan qiz Zohidamidi o ya? Yo'q. Zohida uni, biroq Salmanning yurish-turishlari faqatla normal emas. Balkim u bo'lishi mumkinmi o ya? Yo'q, bir qiz do'stini mening loyiqim deb tunishtirib, Zohidani qo'rqitishi bilan ham yo'l ko'rsatish bilan mushunday qilib mendan o'ch ilib otamdigan o ya. Lekin Zohida bir oydan o'shiq bo'ldi. Ya puti sunmagan tursa, yoki uning yurak kesilib bo'lsa, mundaqla qo'rqitib qo'yganimga nemishqa doktorxonada yetib qoladi. Shuncha ko'p xayol bilan doktorxonaning oldiga kelib bo'ptiman. Zohidaning opasi deb bergan yotoqning oldiga keldim. Lekin u mendan o'zini buncha qochirgan tursa, bundaq udulga kirsam qandoq bo'lar deb o'yladim ichimda. Oxiri bu fursatni ketkizib qo'yishni xohlamay kiray deb tursam, ichidan oppoq kirlikda yuzi etilgan bir karvatni bir sestra qiz eg'ir so'rab chiqdi. 40 necha yoshlar chammisdagi bir akash o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Voy qizim, kichiklar turib bizni tashlab ketding-ku qizim.
10 günlüğünün birimi açılmagan bu kızım. Seni mektepnin yatkıdı yatkızmay. Öyle turgulsam bopken kızım. Men eyiplik emmege. Kızım, canım kızım. Көз алдымдагы bu ko'rinishga qarab faqatla ishongim kelmadi. Bu dadaning yig'izari rostila yurakni izatdi. Biroq mening bu fojiaga faqatla ishongim yo'q edi. Kallamda chaqmoq tezligida. Balkim Zohidaning yotoqdashidir. Lekin Zohidaning opisi aytib bergan adres aniq mush tursa. Men shularni o'ylab, darhalla u yotgan yotoqqa kirdim. Biroq bu yotoqda faqat birla kasal tarviti turardi. Sestra uni mendan xeylilar yiroqqa ep ketib bo'lgan edi. Men endi uning Zohida ekanligiga ishondim. Kallamdan birchak suv quyayotgandek andikib ketdim. Gelimga bir narsa ketlashib qolgandek bo'lib qoldim. Udul u oppoq kilik yopilgan, mendan yiroqlab ketayotgan karvat tarafga, ya'ni Zohida tarafga qarab yugurdim. Zohida!